boshlandi? Hali erta shekilli, Dilon. Toksikozim boshlandi. Toksikoz, xo'p, et nima xohlaysan? Hammasini olib kelib beraman. Bolam uchun hamma narsaga tayyorman. Sababi qimizdi. Menga qara, sen et bo'ldi. Atijonni sansiragim kelyapti. Nima odamni sansiraysan sen? Ey, men hayotda odamni sansiratib qo'ymayman. Jinni? Abror? Abror. Kela qaraychi, yarim kechasi kim sansirab chaqiryapti meni? Men chaqirdim seni. Abror? Yo'q, adam meni chaqirdi. Seni chaqirmadim. Seni chaqirdim. Abror, seni. Mana tushunmadim, sen qana. Juntar. Kelin sizni sansirashga toksikoz bo'lib qolibdi-da. Nima uchun? Navarangiz uchun-ku, ada, navara uchun. Navaram uchun bir marta, faqat bir marta. Rahmat. Bolam o'trakmasin kerakmi? Yana nima bo'ldi? Nima yig'mayapsan? Sen baribir qilaysan. Qilaman, bolamiz uchun-ku. Atijonni urgim kelyapti. Tushunmadim. Bor o'zing arding, Nur. Haddingni oshib ketmayapsan, sen meni adamga qo'l ko'tarasanmi hali? Ata bexosdan qo'li tegib ketdi. Bexosdan emas, ati qildim. Abror, qurishasanmi? Juntar qani? Endi navarangizni bitta ko'zi ko'k, burni puchuq bo'lishini xohlamasangiz kerak-ada? Yo'q, burni puchuq bo'lmasdi. Lekin bizlarning sog' joyimiz qolmasdi, aka. Mayli. Bir marta, oxirgi marta. Oxirgisi. Nima foydasi ko'k maymunjonligi? Chunki bu yengicha ta'mi. Menga ham yoqdi, bolamizga ham yoqdi. Yana yoshligimni eslatadi. Bo'larkan mana shunaqa narsalarga toksikoz bo'lsang, odamni urishga ham toksikoz bo'lasanmi, razvozini chiqarib yubordingmi? Atajon, men Atijonni yuziga sepkim kelyapti, shuni. Ada, men hozir o'zimizga tushuntirib beraman. Tushuntirma menga. Men o'zim bilaman nima qilish kerakligini. Nima? Yo'qoladi. To'g'ri keyin kelasanlar. Abror, unaqa qilma. Yo'q. La